Assalomu alaykum. Jiddiy Labs marketing agentligimiz Education Test markazi bilan 1 yildan oshiq vaqt mobaynida hamkorlik qilib kelyapti. Bugun aynan o'sha xizmatlarimiz haqida mijozimizdan fikrlarini eshitishga keldik. Ismoil, mana 1 yildan oshiq vaqt mobaynida hamkorlik qilayotgan ekanmiz. O'z umuman mana shu davr mobaynida fikrlaringiz qanaqa? Hop, o'zi aslida boshida boshlayotganda menda ko'p shubha deydimi yoki ishonchsizlik deydimi, hozir qanaqa bo'larkan. O'zi undan oldin boshqa jamoa bilan ishlaganmiz. O'zgartirayotganda media jamoani shunaqa fikr bo'lganki, hozir bular tushisha olmasa, ya'ni bizning yo'nalishimizga tushib to'g'ri ishlab keta olmasak qanaqa bo'ladi, ya'ni yana almashtirishga to'g'ri kelib qolmasmikan degan fikrlar bo'lgan. Shu sababli boshida birinchi ko'rishib gaplashganimiz loyiha bo'yicha to'liq hamma ma'lumotni, adashmasam 2,5 soatga yaqin o'tirib gaplashgandik. Hamma ma'lumotni to'liqligicha aytib berganman. Qanaqa tartibda ishlash kerak, nima yoqadi, bizning auditoriyaga nima yoqmaydi, to'liq hammasini tushuntirganimdan keyin boshida ochig'ini aytaman, 1 oy, 1,5 oy adaptatsiya deymiz, ya'ni moslashib olish uchun vaqt ketgan. Undan keyin menimcha to'g'ri yo'lga tushib ketgan. Endi orada bir to'g'rilanishlar bo'lgan, qaysidir joylarida biza tomonidan maslahat bo'lgan, qaysidir joylarda sizlardan ideyalar bo'lgan. Lekin shu ayta olamanki, mana shu paytga endi boshida bo'lgan kamchiliklarni hisobga olmasa, hozirgacha umuman muammosiz ishlab kelamiz. Yana eng ko'proq yoqqan narsa menga shu moslashuvchanlik borligi. Qaysidir joyda sizlar tomonidan berilgan ideyalar bizga to'g'ri kelmasa yoki boshqa bo'lsa, o'shani bizga moslashtirib qaytadan berishni bilganinglar, ya'ni jamoani shu narsani bilgani menga ko'proq shu tomoni yoqqan. Tushunarli. Xolis fikrlar uchun rahmat. Endi hozir eslayapman, shu 1 yil davomida ancha ishlar amalga oshirildi. Aynan mana shu EduExams, TKT loyihalari bo'yicha ham. Aynan TKT loyihasi bo'yicha olib qaraydigan bo'lsak, 1 yil davomida 12 viloyat, ya'ni butun O'zbekiston bo'yicha forumlar o'tkazildi. Ya'ni o'shanda ham aktiv hamkorlik qilib keldik. Bu haqida fikrlaringiz qanaqa? Hop, bizda o'zi IELTS imtihoniga, teacher trainingga shu 12 viloyatda o'tkazish rejasi bo'lgan boshida, keyin xuddi shuni nimaga aynan TKT uchun qilmasligimiz kerak. Jamoaga shu g'oyani men boshlang'ich g'oyasini berganimda, ketma-ketligi, uni progresslari deymizmi, marketing tilida aytganda to'liq aytganman sizlarning jamoaga. O'sha Sevinch bilan birga ishlab hammasini progresslarni qilib, ro'yxatdan o'tish qanaqa tartibda qilinadi, uni videoga olinishlari, rasmli postlari, hammasini yaxshi bo'lgan. 12 viloyatda bu narsani o'tkazish bunaqa ob'yomda to'g'ri, odam ko'p bo'lib ketmagan bo'lishi mumkin, lekin sifatli bo'lgan. Har bitta viloyatga, ba'zi viloyatlarga hattoki sizlarni jamoadagilardan syomka uchun bolalar borishgan, syomkalar qilishgan. Yaxshi tartibda o'tgan deb o'ylayman. Bu yil uchun, ya'ni har yil uchun bitta katta shu marketing g'oya deymizmi, shuni qilib olamiz, strategiyani qilamiz va o'sha strategiya bo'yicha ko'proq imtihonlarni ommalashtirishga harakat qilamiz. Bu yil uchun ham yana yaqinda bir g'oyani aytdim. Endi shu narsa bo'yicha ham ishlashda davom etamiz. Nasib qilsa. O'zi umuman hozirda biznes egalarida eng katta deylik marketing yo'nalishi bo'yicha eng katta muammolardan bittasi to'g'ri agentlik tanlash hisoblanadi-da. Chunki ko'pchilik bilan gaplashamiz, ko'ramiz, ya'ni 1 oy ishlaydi, ishni to'xtatishadi, yana yangi agentlik qidirishga harakat qilishadi. Unga ham boshida bizda ham misol uchun 1 oy, 1,5 oy adaptatsiya periodiga vaqt ketgan. O'zim ham aytasiz bu narsani. Va shunaqa bo'lyaptiki, holat bozorda adaptatsiya periodiga vaqt ketib qolyapti-da, agentlik ko'payishyapti. Endi shunaqa holatda misol uchun mana biz 1,5 yil bo'lar ekan yaqinda, boshqa biznes egalariga tavsiya qilgan bo'larmisiz? Xolis holatda. Ha, tavsiya qilaman. Faqat bu yoqda menimcha ikkita narsani hisobga olish kerak. Birinchi o'rinda u biznes egasi qaysi yo'nalishdaligi. Misol uchun aynan o'zimizning biznesimizdan olib qaraydigan bo'lsak, bizda endi asosan imtihonlar, xalqaro imtihonlar bor, xalqaro kurslar bor. Aytaylik, bizaga ko'p leadlar olib kelish unchalik ham kerak bo'lmagan. Qaysi ma'noda aytaymanki, misol uchun qanaqadir kursni sotish uchun emas yoki qanaqadir tadbirga odam yig'ish uchun emas, bizda faqat imtihonni yaxshiroq tanitish, o'sha imtihonni topshirishga targ'ibotni kuchaytirish deb aytsak bo'ladi. Lekin u tanlamoqchi bo'lgan biznes egasi yo'nalish, aytaylik, o'quv markazi bo'ladimi yoki tur agentство bo'ladimi, shunga o'xshash yo'nalish bo'lsa, ular oldin o'zida resurslarini tayyor qilib olish kerakki, misol uchun marketing agentligi ularga lead olib kelib bergan, ya'ni
aytaylik sotib olishi mumkin bo'lgan mijozlarni olib kelib berganda, u mijozlar bilan ishlab, u mijozlarga sotuv qilishni tayyor qilib, o'sha resurs tomonidan tayyor qilib, keyin o'tishini maslahat bergan bo'lardim. Chunki o'zimizda ham kurs yo'nalishi bo'yicha ham ishlaganimiz uchun ustozlarga o'sha salta kurslarini o'tkazganimiz uchun bilamiz, bu yoqda resurs yetarli bo'lmasa, ya'ni ma'lumotlarni bera oladigan yoki shu mijozlar bilan nima deydi? Deal deyiladi ingliz tilida, ular bilan to'liq bog'lanib, ularga ma'lumot bilan ta'minlab, ularni xohish istaklarini eshita oladigan odam bo'lgandan keyin qilgan yaxshiroq bo'ladi. Marketingga, ya'ni kuch bergan yaxshiroq bo'ladi. Ikkinchi aytiladigan narsasi, boshida aniq qilib tushuntirish kerak, nima xohlayotganini mijoz tomoni, ya'ni misol uchun biznes egasi shu nima xohlayotganini, nima kerakligini, asosiy maqsad 10 ta bo'lishi mumkin emas-da. Bitta misol uchun aytganimiz tur agentstvi bo'lsa, u ko'proq mijoz o'ziga jalb qilib nima qilish yoki har oyda har xil asosiy maqsadlari bo'lishi mumkin. Deylik, qaysidir oy bu davlatga, qaysidir oy misol uchun, qaysidir oy umraga misol uchun ko'proq odam jo'natmoqchiman, shunga kerak deb turib oldindan kelishib olish kerak. Bundan tashqari, nimadir feedback, ya'ni fikr bo'lsa, o'sha sizlarning qilayotgan ishingizga nisbatan yoki kontentga nisbatan qanaqadir fikr bo'lsa, joyida aytib turib o'sha narsani tushuntirish kerak. Agar jamoadagi a'zolar, misol SM menejerlar yoki videoga oladigan videografni boshqa ular tushunmagan taqdirda boshliq bilan gaplashib, ya'ni umumiy strategik menejer bilan gaplashib turib, uni tushuntirgan menimcha foydaliroq bo'ladi. Shu tomonlarni maslahat beraman. Agar bu narsalarga e'tibor bermasa, o'sha adaptatsiya jarayonini o'zida, bir oydan 3 oygacha bo'lgan jarayonning o'zida menimcha ishlashdan to'xtalsa kerak. O'zi men ham mediada ham ko'p shu tavsiyani berib boraman biznes egalariga. O'zimni holatda biror bir tashkilot bilan yoki deylik agentlik bilan hamkorlik qilayotganda hozir sanab o'tgan narsalar juda ham muhim hisoblanadi. Ya'ni bu narsani biz ham tushuntirib borishga harakat qilamiz. O'sha tizim deymiz. Aynan sotuv bo'limi tizimi haqida aytib o'tdingiz. Marketing bilan sotuv birlashtirganda natija yaxshi bo'ladi. Misol uchun qaysidir servisimiz bor bizani, o'shani biz media orqali reklama qilyapmiz. Reklama qilgandan keyin albatta qiziqish bo'ladi. Qiziqish bo'lgandan keyin aynan o'shalarni sotuvga aylantirish ham alohida bitta proses hisoblanadi. Va ko'p biznes egalarida mana shu joyda bog'lashda muammolar bo'lib qoladi. Va ularda shunaqa tasavvur bo'lib qoladiki, marketing agentligida muammo. Lekin aslida teskarisi ham bo'lishi mumkin. Lead kelyapti, o'shani sotuvga aylantirish kerak. Va brief masalasida ham o'sha yaxshilab tushunish masalasida ham juda ham yaxshi fikr berdingiz. Biz ham o'sha harakat qilyapmiz hozir bizneslar bilan hamkorlik qilishdan oldin maksimum yaxshilab tushunib olamiz. Chunki biz o'zimizni biznes modelni yaxshilab tushunsak, aynan biznes egasiga nima kerakligini yaxshilab tushunadigan bo'lsak, biz qanaqadir chiroyli natija qilib berishimiz mumkin. Bu yerda agar qanaqadir tushunmovchiliklar bo'ladigan bo'lsa yoki biz o'zimizni yaxshi bir o'sha biznes egasi nima xohlayotganligini anglab yetmaydigan bo'lsa, ularga natija qilib berishimiz deyarli imkonsiz. Hozir shu narsani chiroyli ravishda yo'lga qo'ydik va natijasini berib kelyapti. Yana bitta narsa, endi maslahatmi yoki meni fikrim, shu marketing agentliklari, umuman shu yo'nalishda ishlaydiganlar, bizning yo'nalishimizda endi to'g'ri bu narsa to'g'ri kelmasligi mumkin, lekin raqamlar bilan ko'rsatib bera olishda ko'pchilikda muammo bor. Ya'ni aynan qaysi joyda qanaqa raqamlar bo'layotgani, lead olib kelishdami yoki Telegram, Instagramga obunachi olib kelishdami, shu narsani raqamlarda aniq qilib, qachondan qachongacha qanaqa bo'ldi va nimani hisobiga bo'ldi, o'lchov deydi-ku, shu o'lchovni ko'rsatib berish, nimani hisobigaligini ushlab turib, o'sha narsani ko'rsatib berishda ko'pchilikda muammo bor deb o'ylayman. Mana shu narsani ham menimcha yaxshilash kerak. Tushunarli. O'zi bizda hozir o'sha har oy oxirida hisobotlar berib boramiz. Endi bu hisobot deganda ham har xil biznes egasiga har xil hisobot beriladi. Boshida aytib o'tganingizdek, ba'zi bir biznes egalari juda ham katta sondagi leadlarni talab qiladi. Ba'zilari yo'q, bizga lead emas, asosiy bizda o'zimiz baza bor deydi. Asosiy narsamiz biz qilayotgan ishlarni ko'rsatib berish. O'sha bor bazamizdagi insonlarga, bizning potensial mijozlarimizga bizani o'sha qilayotgan ishlar, jarayonlar, umuman protsessi yoritib berish deyshadi. Endi o'shandan kelib chiqqan holatda hisobotni ham yo'lga qo'yamiz, xudo xolasa, yo'lga qo'yganmiz va bu narsa davom etib kelyapti. Umumiy holatda fikrlar uchun tashakkurlar. Hamkorligimizni yana ham ko'proq uzoq samarali davom etishini tilab qolaman. Ikkala taraf uchun ham manfaatli bo'lishini tilab qolaman. Rahmat sizga. Rahmat. Ismoil, hozir yana bitta shunaqangi bir
yomon tendensiyaga ko'zimiz tushyapti agentliklar o'rtasida. Yaqinda ham bitta mijozimiz chiqyaptilar-da, bizga aytishyapti. Nurod aka deyaptilar, bizga o'sha o'zingizlar ishlagan hamkorlarning kontaktlarini bera olasizlarmi? Biz fikr so'ramoqchimiz, chunki biz bir oy ishladik, 2 hafta ishladik boshqa agentstvalar bilan. Bizga portfolio ko'rsatishyapti, ularga aloqaga chiqadigan bo'lsak, aslida ishlamagan bo'lib chiqyapti ular degan holat bo'lyapti-da. Endi men hozir aytmoqchiman, agar qarshi bo'lmasangiz, misol uchun biz bilan hamkorlik qilmoqchi bo'lgan biznes egalari agar shunaqangi bir ehtiyoj tug'ilsa, mana Ismoil Education Test markazining ofisligiga bemalol shaxsan tashrif buyurib yoki Ismoil kontaktlariga aloqaga chiqib, xolis fikrlarni so'rasanglar bo'ladi va o'ylaymanki, siz ham xolis fikrlaringizni bemalol tavsiya qilib aytishingiz mumkin bo'ladi. Nima deysiz? Do'stlar, bu hozirgi mijozimiz bilan yaqinda 1,5 yil bo'lar ekan hamkorlik qilayotganimizga, bu nima deydi, fikr almashish yoki feedback so'rash jarayonini xolis bo'lishini xohladik. Hech qanaqa tayyorgarliksiz kelib fikrlarni so'radik va xolis fikrlarni berdilar deb o'ylayman. Sizlar ham agar bizlar bilan hamkorlik qilmoqchi bo'lsanglar, turli xil yo'nalishda biz sizlarga o'sha biznesinglarni keyingi darajaga olib chiqishga yordam berishimiz mumkin. Hamkorlik uchun shu raqamlarga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Rahmat.